20 ming, 21 ming dollar atrofida ko'pchilik akalarimiz gibrid mashina qidirib yurishibdi. Chunki joy kelsa o'zimga ham kerak bo'lib qoldi, topa olmadim. Hozir 20.900 dollarga 2024-yil 50 ming yurgan BYD Song Pro mashinasi e'lonimiz kelib qoldi. Bu mashinamiz ham tokda, ham benzinda harakatlanadi. Общий 1100 km yurib berar ekan. Kraskalari bo'lsa absolutno top-toza. Zaryadkani o'zida 71 km yursa, qolgani benzinda harakatlanadi. Mashinamizning salonlari ideal sostoyaniyda turibdi. 52790 km masofani bosib o'tgan 2024-yil bo'ladi. Mashinamizda kerakli hamma programmalar yozdirib qo'yilgan, ya'ni Instagram, navigator, YouTube hamma programmalar qilib qo'yilgan. Sport, eko, normallarda harakatlanadi. Okey, Evocore Polik oyatadigan hamma joylari laminatsiyalargacha qildirib qo'yilgan. Eng qizig'i, mashinamiz Abozor tarafidan diagnostikalargacha qildirib qo'ygan ekan. Ya'ni ishonchli tekshirilgan tayyor mashinani xarid qilyapsiz. Mashinamizni bagaj qismlarini ham ko'rishingiz mumkin. O'zidan chiqadigan 3,5 kilovatli zaryadkalari ham bor ekan. Mana bunaqa o'zlarini topoliga chiqib ketganingizda bu mashinadan tushish kerak emas. Toliga chiqqaningizda zaryadkaga qo'yib qo'yishdan tez to'ladi. Keyin mana bunaqa hamma navrotlar o'zida chiqadigan hamma narsalari bor. Eng qizig'i bor, uyda svet o'chib qolsa, bu mashinadan foydalanib zaryadga qo'ysanglar ham bo'ladi telefoninglarni. Misolda, hammada har xil vaziyat bo'lib qolishi mumkin. Glavniy narsasi kraskalar top-toza, narxi hamyonbop. Qiziq bo'lsa, telefon qilib mashinani bemalol barakasini qilib olib ketsangiz ham bo'ladi. Rahmat kattakon, joninglar sog' bo'lsin.